Yer yuzida shunaqangi o'simlik borki, uni Arktik Antarktidadan tashqari yerning istalgan qismida uchratish mumkin. Lekin bugunga kelib hattoki Arktik Antarktida ham bu o'simlik yetishtiriladi. Sezib turganingizdek, bu o'simliklar va gulli o'simliklar qirolichasi bo'lgan atirgullar. Assalomu alaykum. Menimcha gapim boshidan sezdingiz, bugungi aksiyamiz aynan atirgullarga bag'ishlanadi. Qanaqangi atirgullar aksiyaga tushadi va necha pul narxdan bo'ladi degan savolga javob topish uchun avvalambor bizga obuna bo'lishni unutmang. So'ngra kommentariyada o'zingizni sevimli, o'zingiz sevgan atirgul navini yozib qoldirishni unutmang. Va bir necha soniyadan so'ng sizlar bilan aksiyaga tushgan atirgullar, ularning navlari va narxlari bilan tanishamiz. Menimcha kecha sizlarga namoyish qilgan kanalimizdagi videodan bilgan bo'lsangiz kerak, Zahrida Flowers pitomnigi aynan atirgul o'simliklarini yetishtirishga ixtisoslashgan pitomnik bo'lib, o'z faoliyatini boshlagan va hozirgi kunga kelib 200 dan oshiq navdagi atirgullari mavjud. Va ushbu atirgul navlari Rossiya mamlakati va MDH mamlakatlariga eksport qilinadi. Yiliga 1 milliondan 2,5 milliongacha bo'lgan ko'chatlar eksport orqali chiqib ketadi. Va O'zbekiston mahalliy bozorlariga ham atirgullardan qoldiramiz, lekin odatda juda ham ko'p spros, ya'ni juda ham ko'plab talabnoma bo'lganligi uchun atirgullar ko'chatlari ichki bozorimizga sotuvda qolmaydi. Lekin shunga qaramasdan bizda imkon qadar 1000 ga yaqin ko'chatlarni turli xil ko'rinishlarda, ya'ni ko'chat holatida va bunaqangi shtamp holatida sotishga va sotuvga chiqarishga harakat qilamiz. Demak, aytib o'tmoqchi bo'lganim, bugun aksiyaga qo'ymoqchi bo'lgan atirgullarim aynan shtamp shaklidagi atirgullar hisoblanadi. Shtamp shaklidagi atirgullar asosiy dekorativ zeb sifatida O'zbekistonning xonadonlarida parvarishlanadi va ular odatda bizda nostandart formatda bo'ladi. Ya'ni bitta tanaga, bitta shoxga 2 xil, 3 xil navlarini ulama qilishadi va natijada bitta vaqt o'zida ham pushti, ham oq, ham boshqa rangdagi atirgullarni gullab turishiga guvoh bo'lishadi. Lekin haqiqiy Yevropa standarti bo'yicha yoki xalqaro standartlar bo'yicha bitta payvand qilinadigan atirgul tanasiga faqatgina bitta nav payvand qilish mumkin. Nimaga desa, har bitta atirgulni o'zini pasporti, litsenziyasi bo'lgani uchun bitta tanaga bitta navdagi atirgul payvand qilinadi va bitta pasport olinadi. Agar siz 2-3 ta navini payvand qiladigan bo'lsangiz, ularga 2-3 ta pasport olishingiz kerak bo'ladi. Natijada ko'chatning narxi qimmatlashib ketishi ham mumkin. Va albatta bizning mahalliy xalqimiz hali patentlash, litsenziyalash kabi ishlarni amalga oshira olishmaydi. Sababi buni nazoratga soladigan, tartibga soladigan, nazoratni olib boradigan ba'zi bir tashkilotlar to'liq bu haqda ma'lumot berishmaydi yoki yondashuvlarni amalga oshirishmaydi. O'ylaymanki, xudo xolasa bunaqangi muammolar yechilib ketadi. Sababi o'zimiz tadqiqot qilib, mana shunaqangi salbiy muammolarning yechimini oldini olishga harakat qilamiz. Demak, sizlarni boshinglarni ko'p qotirmayman. Aksiyaga navbatda beraman. Demak, aksiyada shtamp shaklidagi atirgullar. Atirgullarning shtamp shaklidagilarini aksiyaga qo'yishdan oldin juda ham ko'p o'yladim. Sababi shtamp shakldagi atirgullar hozirgi kunda O'zbekistonning hamma viloyatlarida payvand qilinib yetishtirib kelinyapti. Bu narsa aktualmikan, ya'ni odamlar olarmikan yoki yo'qmi, yoki necha puldan narxini belgilaykan deb juda ham bosh qotirdim uzoq. Va nihoyat tushunib yetdimki, atirgullar bu O'zbekiston iqlimida eng yaxshi gullaydigan gulli butalar hisoblanadi. Ya'ni ularni gullash davomiyligi, uzoqligi va doimiy gullab turishini ta'minlay olish imkoniyati aynan bizda mavjud bo'lganligi uchun juda ham aktual va dolzarb deb hisobladim. Shu sababli aksiyaga mana shu shtab shaklidagi atirgullarni qo'ydim. Bu mahalliy atirgullarimizni, mahalliy bo'lgani bilan haqiqiy gollandskiy atirgul deymiz. Biz yirik gullarni, atirgullarni aslida Gollandiyada ixtiro qilingan nav bo'lganligi uchun aynan gollandskiy atirgullar deb aytib ketamiz. Lekin hamma atirgullarimiz yirik bo'ladigan yaxshi sortlardan ulangan. Demak, bu atirgullarimizda hozir aynan mam navlari bor demayman, lekin sizga aytib o'tishim mumkinki, choy gibrid, ya'ni chayni gibridning navligi g'unchalik bo'ladigan atirgullar, sarxil atirgullar navlari. Chunki hozir bittadan ajratib bera olmayman, lekin pitomnikka kelganingizda, hayt qilayotganingizda xudo xohlasa, agar mutaxassislarimiz bo'lsa, sizga tushuntirib aytib berishadi qaysi navlar borligini. Demak, shtamp shakldagi atirgullarimiz orasida chayni gibridning atirgullar, miniatyurniy atirgullar, shu bilan floribunda holatda gullaydigan atirgullarimiz bor va undan tashqari shrab shaklidagi atirgullar ham bor. Bu atirgullar doimiy gullashi, tinimsiz gullashi bilan ajralib turadi va bularni doimiy qanaqa gullash mumkinligi to'g'risidagi videoni mana tepada belgi chiqyapti. O'sha ko'rib
ko'rsanglar bo'ladi. Buni siri bor. Qanaqa qilib doimiy gullatishni. O'zidan o'zi gullamaydi. Albatta siz o'zingizni agrotexnik yondashuvingizni amalga oshirishingiz kerak. Natijada takroriy gullayveradi. Demak, shtab shaklidagi atirgullarni aytib o'tdim sizga qanaqa navlarini uchratish mumkinligini va bularning narxi qanchadan. Bu atirgullarning narxlari atigi $10 dan, ya'ni so'mga chiqadigan bo'lsak, hozirgi kunda bugungi kunda 130 ming so'mni tashkil etadi. Istaganingizda kelib, pitomnikka kelib, bemalol tanlab olish imkoniyati ham mavjud. Albatta, videolarni birinchilardan bo'lib ko'rib, like bosib, kommentariy yozadigan obunachilarimiz sizlar uchun albatta keyslar, kalit so'zlar berib ketaman. Mana shu ko'rib turgan atirgul sortimiz Purple Edam sorti. Точно bilaman buni. Shuning uchun aytib o'tyapman va reklama qilib ketyapman. Mana shundan ulangan shtamp holatda qilib va soni juda ham cheklangan. Shu sababli pitomnikka hozir videoni ko'rishingiz bilan uchib keling, pitomnikdan sotib oling. 130 ming so'mdan, ya'ni $10 dan Purple Edam sortli shtamp shaklidagi atirgul bu haqiqiy lyuks, nima desa bo'ladi, premium покупка hisoblanadi. Chunki biz Italiyadan bularni olib kelamiz, $70, $75, $80dan sotiladi. Siz bo'lsa $10 ga qo'lga kiritish imkoniyatiga egasiz. Va buni noyob xususiyati juda ham chiroyli siyoh rang tusdagi rangi и 5 ta yulduzli hidi. Hidi juda ham o'tkir. Hozir hattoki teplitsamizning ma'lum bir qismini aynan shu atirgullar hidi tutib turibdi. Buni ham takroriy gullatish mumkin. Buni ham sirlari bor. O'sha boy belga qoldirilgan yoki mana shu videoning izohini ko'rsangiz, prikipit qilingan, zakripit qilib qo'yilgan video bor. O'sha videodan o'tib ko'rsangiz ham bo'ladi. Va bu gullarni soni juda ham cheklangan, orasida aralashyapti. Shu sababli sizlar birinchilardan bo'lib ko'rganingiz uchun sizlarni nima desam, qo'llab-quvvatlash bonus tariqasida bu ma'lumotni berib ketyapman. Manzilimiz bo'lsa mana ekranda chiqib kelyapti. Telefon raqamlarimiz ham bor mana. Telegramdan ham, Instagramdan ham murojaat qilsangiz bo'ladi. Faqat dastavka yo'q. Pitomnikka kelasiz, yoqqanini tanlaysiz, olasiz, ketasiz. Plus o'rtoqlar, biz sizga javob qaytaramiz обязательно. Ya'ni Telegramda SMS yozsanglar ba'zan tutilib qoladi, ozgina vaqt qolib ketadi. Lekin hammaga imkon qadar javob qaytaramiz, do'stlar. Chunki ish qaynab yotadi, bilasizlar. Shu sababli javob qaytarishga ulgurmay qolamiz, lekin imkon qadar maksimum darajada sizlarga javob qaytaramiz. Har doim syomka jarayonida mendagi eng og'ir kechadigan joyi bu eng boshda salomlashish va eng oxirida xayrlashish. Albatta sizlarga men xayr demayman, ko'rishguncha deb qolaman. Sizga bo'lsa navbatdagi yana ham ko'plab aksiyalarni taqdim etishda, izlanishda davom etaman. Va kommentariyada o'rtoqlar o'zingizlar qaysi o'simliklarga skidka olish xohlardinglar, o'sha o'simliklarning nomini yozib ketinglar. Shunga qarab turib sizlarga narxlarni chiroyli qilib, chegirmalar qilishga harakat qilamiz. Zaxirda Flowers har faslda bahor gullari bilan sizni bog'ingizni bezaydi.